Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. Qalbdan qalbga namlıq programımızın 16. sanını görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli körülmelerimiz bu mübarek uluq ayının har bir gündən başlap her günü yeni bir tema bilen huzurunada bulup kilovatımız. Elbette rahmetleri, Allah'ın rahmetleri yığıvatqan. Bu mübarek günün her bir gününü yeni bir malumat dinimiz hakkında, dinimizin yol yoruqları, peygamberimizin körsetmeleri hakkında yeni bir malumatını bilip, şununla göre amel kılıp Rabbimizin rahmetiga texamu bekerek nail bulaylı degan niyette huzuruna bulvatımız. Allah subhanahu ve taala sözlengen barlıq temalarını, qılğan barlıq amellerimizi dergahida qabul qılıp, aşu baxtlik bendelerinden qatarıdan qilishini Rabbimizden tövençilik bilen sorayımız. Bugünkü temamız tünügümüz elanımızda bəgəndək, ixlasның ahmiyeti haqqı toxtulğanlığımızı elan bəgəndik. Elbette İslam'daki en muhim temalarının her bir Müslüman bilmesi bulmaydıgan bütün emelleri, çünkü bunu biz doğru şekilde kılmasak barlıq emellerimiz dünyada kılgan jabarımızlık hep kaldığan, belki insanların onun bunun maqtışığa erişken bilen ahirette hiçbir nesige erişemeydigan bir facia bilen neticelendiğin bir emel boğallık için bundaq bir mübarek günlerde bu temada toxtulaylı dep huzurunlarda oturupduq. Bugünkü temamızın aziz mehmeni hem Allah tunuşuq boğan hürmetli ustaz, Şərq Türkistan Ölümalar Birliki muavin reisi, şundaqlı bayanatçısı Abdusalam Alim'ne teklif kıldık. Ustaz Abdusalam Alim Avustralya'dan qatnışıb atıdı, qimmatli vaqtdan çıqırıb, vaqt barıqı üçüncü zor bolsumu programımız qatnışıb bəgərlik üçün köp rahmet etimiz aldı bilen. Sizlerge rahmet, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadirli körülmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq tarqıtılıvatıdı. Ekranlarda çıxıb durvatqan nömrimiz şundaqla ictimai uçur vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arqılıq programımızga alaqadar har qandaq fikir teklif bolsa, berişinlarni, suallarınlar bolsa, soruşunlarni ümit qılımız. Şundaqla köplegen qarindaşlarımızın paydalanışı üçün hem bəhərləb qoyuşuna hem unutmayızlar. Unda olsa bevasita programımız kirib ketsek ustaz, aldı bilen ixlasның İslamdaki orni nima degan sualdan başlasak. Çünkü normalde hayatımızda nurgun kişilerin ki bulup elbette yaman iş qilgan insan zaten qıvatqan amellerdiler ma'lum. Onun qanday iş qıvatqanlığı. Bulup mu ixlas meselesinde insan şu güzel, yaxşı amel qilgan vaqtida sınıldığı işken. Çünkü yamanlık diyen ene onun yamanlığı. Şu güzel, yaxşı işini qıvatqan insanların teşhidiki işi qarab turib ixlasman adam deyimiz mesela. Şu digerlikimiz o insanın Allah'ın nazarında mı ixlasman ekanligini bildiremdi. İxlasның haqiqiy o'rni nima, islomdagi o'rni bilan ixlasның o'rni nada degan tema bilan başlasak savoldan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, elhamdülillah, salatu vesselamu ala rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve ala ba'd. Allah subhanahu ve taala ve hamdü sana peygamber aleyhissalatu vesselam ve durut ve samiyullah'ın için bu temenin hakikaten muhim tema ekanligini barliq Müslümanlar elbette bunu bilidu. Bu temimiz arqılıq belki bir yerde biz yenilik emas, belki qarindaşlarımız ve şundaqlar barliq bizning tilimizni tushunadigan Müslümanlar üçün bir esletme tushunmasında tushunish kerak. Çünkü her qandaq bir Müslüman ixlasning qimmatini bilmay Müslüman bo'lamaydi. Çünkü İslamda ixlasning o'rni nihoyat zo'r. Uning to'g'ri bo'lishi, bir insonning qilgan amalininki to'g'ri xato bo'lishi, uningki niyatiga bog'liq. Onunki ixlasiga bog'liq. O dunyoda bir ishni qilgan odamninki o'xshash bir ishni 10, 20, 30, 100 odam qilgan bo'lsa-mu, shuning ichidan birasi eng mukammal o'sha ishni vujudga chiqadi. Uning uchun vaqtini boshqalardan eng ko'p sarf qiladi. Uning uchun planni eng jo'q tuzaydi yoki uning uchun hammadan ko'p energiya sarf qiladi. Shu orqali u yaxshi bir eng sog'lom bo'lgan bir narsani yaratib chiqadi, ijodiyatini. Shundan buni ko'rgan odam qarab, hammani surishtirib birisiga kelgan vaqtida "Mening haqiqatan bir ixlos qildim ishqa" degene onu işçiden çıkarıp bununla işçiden onun muhabbetini verip bağlılığını şununla nima qilib hamma narsani voz kechib turib bir ishni qilganligini şu adamning qilgan ishidan ko'ralaymiz. Yani bunu biz insanlar o'zaro bir-bilan qilgan munosabat ko'rgan narsa. Ammo islomda ixlosning o'rni boshqacha. Chunki bunu biz bu ishning to'g'ri ixlos bilan bo'lganligini yoki bo'lmaganligini garchi odam qancha uni da'vo qilsin yoki boshqalar ajoyib ixlosmankan odam ma ishida yoki namozida yo bergan sadaqasida degan bo'lsin, lekin Allah subhanahu ve taala'ningki uningga qiladigan bahsi boshqacha. Chunki ixlos İslamdaki o'rni ixlosning nima desa qalb bilan bo'ladigan narsa, amal bu. Shunga insonning yarilishi
Deki illet onun sebebi mesela Allah'a ibadet kılışı yer aldık. Şuna insan Allah'a ibadet kıldığı vakti iki narsadan ibadet kılımız. Birisi kalbimiz bilen, yine birisi bedenimiz bilen. Beden bilen kıldığın emellerine ait köp. Mesela namaz okuyumuz, hac kılımız, başkaları yaxşılıklarını kılımız, hareket bilen kıldığın emeller. Mesela meş üçün kademeli bağım bolsa emel, şu mu bir ibadet, onu Allah ecir verdi. Ama yine birisi kalp bilen kıldığın emel. Ama şu taşqi bedenimiz bilen kıldığın emelninki doğru hata buluşu, şu kalbimizdeki uğruna qarab belgilenadi. Kalbimizde bu işni Allah için kıldık mı, yoki başka maksatda mı? Bunu kim bildi? Şunu kılgan adamdan başka hiç kanda adam yok. Fakat bunu Allah Subhanahu ve Taala ona baha bereleydi. Ona bu doğru ihlasla kıldı. İhlasla kımmeti degende bekledikçe Allah Subhanahu ve Taala. Çünkü bu yerde biz ihlasını kalp ibadeti deb düşünüşümüz gerek. Kalp ibadeti sağlam olmay, beden ibadeti sağlam bulmaydı. Şuna ve alimler bu ihlasın bu kıymetini tunuştuğu vaxtda bu imanınki yerimi, bazı imanın hemmisi ihlas. Çünkü hatta iman mı ihlassız, iman bulmaydı. Çünkü münafıkların imanı Allah kabul kılmaydı. Niye için? Çünkü ola başka teşhir ve idâ qîle lehum âminû kemâ âmenen nâs. İman edenlerse başkaları okşar, hakiki iman edenlerse ya biz iman ettik deydi. İllanın kaşığı vagatını üzünü müminliğin ifadeleştirişidir. Ama düşman üzününki dostlarınınki kafirlerin kaşığı vagatını çoğu o biz silahla ameliyatı deydi. Demek ularınki etkan imandı mı? İhlas bulmağanlığı için o manisiz ve Allah Subhanahu ve Teala tarafından kabul bulmağan bir amel olur. Şuna bir yerde bir noktani düşünmek gerek. İhlas bilen kılgan amel, çoğun bolsun, kiçik bolsun, hemmisinin neticesi bulur. Mukafatı bulur. Allah onunla ecir verir. İhlassız kılıngan amel, her kançı kat bulup kesimi, neticesiz nölge ayınlık kırır. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ki talimatı da müminninki niyeti, bunun amelini yakışı. Demek bir yerde niyetin beşi durustla. Amel kılıştın burun. Niyetin doğru bileninki faydası bulmuyor. Ve şundakla hadis kitaplarınki birinci hadisten niyet hakkındaki hadis uçurtumuz innemel a'malu bin niyet. Barlık amellerinki doğru buluşu, hata buluşu. Kubul kılınışı, kubul kılınmaslığı. Bu Allah'ınki bu şu insanın niyetine bağlı. Yani Allah tarafından kubul buluşu. Bazıları okşaş amelini kılıdı ama onun da Allah tarafından Allah'ın hiç kadar mukafat yok. Hoş. Mesela okşaş bir musafirla bir neçiz adam okşaş aeroplana çıkıp Mekke'ye qarab sefer qilgan bo'lsa, Jiddaga uçgan bo'lsa, 300-400 adamning hammasininki o gerçi okşaş yerga borsinmi, lekin ularninki niyeti, demak nimani niyat qildi, nimaga ixlos qilyapti, shuni qarta, ba'zi mukofot olishi mumkin, chunki umriga ketayotgan bo'lishi mumkin, hajga ketayotgan bo'lishi mumkin, ba'zi o'yin tomosha uchun, ba'zi urug' tuqqanlari uchun, yoki ba'zi to'y qilish uchun har xil niyat, har xil plan bilan ketayotgan bo'lishi. Demak, shu plan, shu niyat nima degani ixlos. Şu niyetiga yarasha o inson mukofot oladi. Yoki jazoga tortiladi. Masalan, niyat şu Peygamber Aleyhisselam davrida hijrat farz qilingan vaqtida, bütün musulmonlar Madinaga hijrat qilgan vaqtida Ummu Qays uchun hijrat qilgan degan nom olgan birisi bo'lgan. Bu ayolga uchun to'y qilaman deb birisi shunga o'ziniki nikohlashni talab qilgan vaqtida sen necha Madinaga borsan to'y qilaman bilan degan shuni shart qilgan. Ular bu odam shu maqsadga erishdi. U yerga borgan, natijada maqsadga erishgan, lekin buning hijratini to'g'ri islomdagi şu ulug' ibadet hisoblanib unda qilmas. Chunki u niyatida Allah ve Allah'ın Resulü'nü maksat kılmagan. Şuna şu niyet hakkındaki hadisler bu narsani ayet tafsiri Peygamber Aleyhisselam'ınki söz arqalıq bayan kılıngan. Şuna bazı vaqtlar ameller nayt çoğun katlı kılınıp ketişi mümkün, neticede nöl. Şuna ihlas imanınki, dinimizdeki en asaslık prensiplerden birisi bulup, bunun ki bütün hatta imanımızın, İslam'ımızınki, barlıq amellerimizinki kubul buluş bulmaslığı hemmisi şu insanınki ihlasına bağlı. Hoş. Köptün köp rahmet hakikaten ayeti güzel içip böyle. Demek yani ihlasının ne kadar mühim işgallikini bunun da güzel yoğurt kılıp olması gerek belki. Ustad müşahedemde alimlerden meta yuqbalul amel yani bir insanın ameli kaçan kabul oldu diye vaxtıda halisan ve savaben yani halis yuqurdaki silah ihlas bilen boğunu yani Allah Subhanahu ve Taala'nın razılık kılam közlengen buluşu ve to'g'ri bo'lishi deganni qanday tushunamiz mishada? To'g'ri bu Allah uchun bo'lish degan so'z kelgan vaqtida buni tafsir nima qilgan vaqtida ixlosni tushun degan vaqtida olimlar qanday tushunsa, barliq amalni faqat Allohning rizosini maqsad qilib qilinsa, riyogarlik uningda bo'lmasa, ko'z qilish bo'lmasa, nom atoq uchun qilmagan bo'lsa yoki dunyoviy bir manfaatni ko'zlamagan asosda
yoki boshqalarning oldida voy bu ishni qattiq ajoyib payza qiladi ekan, ma odam namozni ajoyib o'qiydi ekan yoki katta zakot beradi ekan degan narsani boshqalarning oldida maqtanish uchun emas, balki faqat Alloh subhanahu va taoloninki rahmatiga umidvor bo'lgan, Allohninki azobidan, Allohning g'azabiga uchrab qolishdan ansirgan, qo'rqqan holatda va faqat Alloh rizosiga ta'ma qilib, Alloh rizosini orzu qilib qilgan amalni buni ixlos amali deymiz. Chunki bu shundoq bo'lgan vaqtda ixlos. Ikkinchisi, uning to'g'ri bo'lishi nima deganda, yine uning yeni bir sharti, u qilgan amal shu Qur'oni Karim va payg'ambar alayhisolamning sunnatida ko'rsatilgan bo'yicha bo'lishi kerak. Bir odam qalbida men ajoyib yaxshi ish qilyaptim deb qo'yib, qilgan ishninki ko'rinishi, usuli payg'ambar alayhisolamning sunnatiga uyg'un bo'lmay qolib qolsa, yana o'yincha taq chiqadi. Demak, ixlos muhim, bu asos. Ammo ixlosdan keyin qilingan amal shu ish, ya'ni shu payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmasiga, sunnatga uyg'un bo'lishi kerak. Va bu ikki shart hozirlangan vaqtda bu amal mukammal amal bo'ladi. Buningga berilgan mukofotmi to'liq bilan bo'ladi. Xo'sh, Alloh razı olsun. Shunga bunda ulamolar buni hukmini, ixlosning hukmini farz deb qaraydi ulamolar. Shu ixlos qilmagan amalda natija bo'lmagan ekan, chunki Alloh shunday buyurgan Qur'oni Karimda. "Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahu-d-din." Ular faqat Allohga ixlos bilan amal ibodat qilishga buyurildi. "Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq." Biz sizga bu kitobni haq bilan tushirdik, ey payg'ambar alayhisalom. "Fa'budillah." Undaqkan siz Allohga ixlos bilan o'sha dinninki ko'rsatmasi bo'yicha amal qiling, ibodat qiling. degan bu nuqta orqali shu ulamolar buni nimani chiqarilsa, ixlos bu buyruq, bu bir farz. Bu har qanday amal bilan bog'lanishlik bu. Boshqa amallarningki ishi shu ish qilingan vaqtida vujudga chiqqan bo'lsa, namoz masalan bir odam namozga vaqti kelganda namoz farz bo'lgan bo'lsa, zakat masalan yilda bir qatim farz bo'lsa, haj umrda bir qatim farz bo'lsa, shu vaqtda ham qilamiz ham buni. Imkoniyat bo'lgan vaqtda. Ammo ixlos shu desa, bu butun vaqtda. Shu bütün insanın hayatında qilgan cho'ng ishi bo'lsin, kichigi bo'lsin, amallarning qaysi turi bo'lsin, hammasida ixlos shart. Alloh razı olsun. Endi bu yerda ixlosning iymon bilan munosabati qanchalik degan bir savol kelsa, bu javobdan yuqori javoblardan iymon bilan ixlosning munosabati intayin zich munosabat. Ya'ni buni bir-biridan ayirib olmaydi. Buni masalan bir misol qilib ko'rsatsak, bir jasadninki bir neçe parçalar buldu, azalar buldu. Bunun için en mühim kısmı insanın baş kısmı. Bir adam bir kulu bulması mı yaşayalaydı. Putu bulması mı yaşayalaydı. Ama gövdeden baş ayrı bitilgen bolsa o insanın yaşaması mümkün emez. Bu tügü de o cesetnin onu mesela. Harekette bütün işi toktaydı. Sonra ihlas ne? İmandan ayrı bitken vaktimizde xuddi başsız gövde boğandakla bulup kalıdı. Çünkü bunu baş kısmı, cesetnin baş kısmı en mühim kısmı dep düşünsek doğru buldu. Bulmasa bazı adamlar şuna yaxşı işlerini kılıdı. İxlas yo'qolib ketibla, o ishning eng go'zal ish, eng nachar ishga aylanib qoladi. Bir qarininki Qur'on o'qishi, qari ekan mavi deganda shuni qilgan bo'lsa, kishilar uni shu orzusi bo'yicha ajoyib chiroq o'qiydigan qari ekan dedi, tugidi. Dunyoda deydi. Chunki Allohni maqsad qilmagan. Dunyoda degidi. Shunga o'xshab payg'ambar alayhisalom shunga amallarda ixlosning bo'lishining muhimligini askartib va hattoki yaxshi amallarni qiladigan kishilarga ogohlantirib, eng katta amallarni qiladigan yaxshi amallar, Alloh eng suyumli bo'lgan amallarni payg'ambar alayhisalom bir tarafı onunki ahmiyetini, faziletini düşündüğü vakti yana ogohlantirgan bir hadis var. En başta sorulduğunda da kıyamet günü. En başta soruldu. En burun davzaqqa boshqalarning oldida davzaq tashlangan alim. Amma u Alloh uchun qilmagan. Kishilarning nomida u katta alim ekan degan shu maqtun uchun degan kishilar deb bo'lgan. Mujohid Alloh yo'lida jihad qilgan taki o'lgan, shahid kishilarning nazarida shahid bo'lgan. Lekin u shu maqsad qilgan kishilar uni shahid deb atab bo'lgan. Demak dunyoda oladigan arzusiga yetib bo'lgan oxiratda hech narsa yo'q. Eng saxiy deb turilgan kishi bu. Bu yerda ixlos bo'lmaganligi uchun kishilarning maqtishiga erishish uchun qilgan. Demak bu boshqa atrofda odamlar bo'lgan vaqtda toza sadaqa qiladigan, ammo o'zi yolg'iz bo'lsa bu amalni qilmaydigan degan. Endi buning ixlos bilan ixlosning bor yo'qligini farq qiladigan narsa nima deganda shu yerda ba'zi ko'rinishlari bo'ladi buningki. Ikki xil harakat bu bir o'xshash odamningki o'xshash amalni ikki xil shaklda qilish. Mana bu insonning nimasini yo'qotib qo'ydi. Chunki bu yerda bir odam bir to'g'ri ishni qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, niyatiga qarata nima qilinadi? Ba'zida bir miskinninki $1 ixlos bilan qilgan sadaqasi bir boyninki riyogarlik bilan qilgan $1000 ustun turadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu yerda bu pulninki soniga qaramaydi, uningki ixlos qaraydi. Ya'ni bir odam bir zaminini masalan, bir biqir odam, uning bir kichkina zamini bor, uni biz mishak bir masjid soladigan bir niyatimiz bordi. Bu shuni bizga setib bersin desa, u xijil bo'lib, men bu Alloh uchun sotilgan bir masjidni satam dema, xijilma bo'ldi, sizga berib etdim
desa, demak uning bor yo'q yeri shu. Ammo u borlig'ini Alloh yo'liga otib o'tgan bo'ldi bu. Eng cho'ng sadaqa qilgan bo'ldi, ixlosi bundan chiqdi. Yana birisi katta boy, noyat cho'ng zamini bor. Ammo buningga birisi kelib biz mishaga bir masjid salsak, shuningda sizga mu bir foydasi bo'lchunki, mushu masjidning sababidan nurg'un bir yerga do'konlar silinadi, odamlar o'ltiraqlashadi. Zaminingizningki bahasi nechasi üsüdü desa bu adam, ya bunda qo'sh yaxshi gapkan deb, zaminning bir qismini masjid silish uchun bergan bo'lsa, zamin masjid silindi. Ammo uning niyati nima desa, bu yerda masjid silib Alloh rizosini ko'zlash emas, zaminini taraqqiy qilib, zaminning bahosini o'stirish, taxmi bayulish niyat qildi. Uning yetkazdi Alloh shu niyatiga qarata. Lekin u sağan masjidni uningga mukofot kelamdi kelmamdi? Yo'q. Chunki u ixlossiz. Bo'lmasa g'aribning kisbagan nima so'lab, bu boyninki bergan zaminining o'ttirsa osmon zamin farqi bor. Farqi bor. Hakikaten yani. Allah razı olsun. Yani demek bu hem de Müslümanın akidesidek yani bütün imanı üzülmem ve hiç şemberkez bağlanğan ikenlikini bildik deyen gap. Hakikaten müşahede merhum müşu Uygur halkının yitik alimleri merhum Abdülkadir Damullam'ın bir sözünü aslap kaldım müşahede. Aqide bilmegen şeytanga eldur, eğer 1000 yıl ibadet kılsı yeldur deb insandan oylap baxslı yani. Bir insanda muşunda doğru bir aqide bu ixlas bolmasa qılıvatqan şu işige, şu Rabbinin razılığı qılan bolmasa nurgun güzel işlerini qılıvatsımı ahirde emmesi quruq nazik aylandığanlığı. Ama şayet ixlasın... Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bir yerde bir narsa qo'shib qo'ysam, Peygamber aleyhissalam şuna bu ixlossiz bo'lgan amalninki shirk bilan o'xshash ekan. U shirkning bir turiga aylanib qoladi bu. Shirk bilimiz Alloh kechirmaydigan gunoh. Shirk ikki xil bo'lib, birisi oshkora shirk, Allohga uchiq oshkora bir narsani shirk keltirish. Butquchuq qo'nish yoki boshqa narsa hammadan biladi buni. Har qanday bir musulmon buning xatoligini biladi. Ammo bu yerda maxfiy shirk va yoki kichik shirk bor. U nima desa, ixlossiz qilingan amal, riyogarlik aralashib qolgan amal. Shunga payg'ambar alayhisalom men cho'ng shirkka ummatimning kirib ketishini ansiramayman, chunki u mu'min onu bilalaydi. Aniq bo'lmasa. Ammo riyogarlik orqali shirk keltirib qolishini ansirayman degan. Shunga hattoki shuningdan o'zimi shu duoni o'qitadigan ham deydigan Allohumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamu. Ey Alloh sana bilib turib bir shirklarni qilib qo'yishdan sendan panoh so'rayman. Va astaghfiruka lima la a'lamu. Va bilmay qilib xatolashib riyogarlikka ish qilib qilishimdan sendan kechirim so'rayman. Çünkü bazı insan bilmay mi qoladi bu riyogarlik uchun, bilmay qilib ixlossiz amallarni qilib qoladi. Ben üzününki elimesini vayron qilib qo'ydi. Alloh hammamizniki amallarga ixlos bersin. Amin, amin, amin. Hakikaten deganlardek. Hamda şu javoblardan yo'lga chiqib yana bir savol, mesela ixlosning alomatlari, ko'rinishlari qaysi degan bir savol var. Andikin şu bilmaymi qilib qoldi demasa, inson boshda hatta niyatini güzel şekilde başlab, butunlay Allohning rizoligi uchun qilib, keyin nurg'un atrofdagi insonlarning maqtishi, hurmatlashi sababidan o o'zini bir xil his qilib qilish ham insonlik tuyg'usi qalbida yo mag'rurlanib qilishi bu ma shu ixlosga dazgat ko'rsatgan shu amalning darajasini tushiradigan yoki yo'q qo'yadigan bir shu kitobda. Birinchisi buningki ko'rinishiga kelsak, qanday bekitimiz zodi bir odamning qilgan amalininki, masalan bu riyolikmi yo bir odam o'zi bilmoqchi bo'lsa, shuni mening qilgan ixlos bormi yo'q buni qanday o'zim qanday bilmay bunga bir o'lcham nima? Qilmoqchi bo'lsa, chunki bu bilishga tegishli narsa shu. Buni belgilashda bu odam shunday oddiy bir usul bor. Bu nima desa, siz qilgan ishingizni boshqalar qarovatgan vaqtda, boshqalarning oldida qilgan vaqtingizdagi bilan o'zingiz yolg'iz qilgan vaqtingizga qarab baqing. Agar hech qiz o'xshash bo'lgan bo'lsa, kishilarning oldida namozingizni o'xshash o'qidingiz, ruku sajdalaringizni o'xshash, uyingizda yolg'iz o'qigan vaqtingiz o'xshash. Bo'lsa bu amalingiz ixlos bilan bo'lgan bo'ladi. Ammo kishilar boyada boshqacha alohidiroq. Ammo yolg'iz vaqtingizda shakli o'zgarib ketsa bu ishingizniki gerçi onun da öyle niyetinizde ben ondak niyetim yok dedim ama ameliyetingiz bazı insanın ameli onun ihlasının bağ yokluğunu gösterip durdu. Bu da insan üzerinin kılan ameliga karata kırılalaydı iş. Mesela bazı adam hata işini bir Allah toskan bir işini kılmaydı. Ne mi ya? Hem de bunu kılmagan dikinle karab bunun zaten rast bu Xuda Allah'tan korkap kılmadı mı? Ya ki kanunun besiminden korkap kılmadı mı? Bir oğurluklu misalını alsak, bir adam oğurluk kılmagan olsa bu adam acayip amanetdar adam da onu biz baha veremeyiz. Yani eğer oğurluk kılmagan olsa o fakat Allah bunu toskan, haram nerse kılmasın gerek der. Kılmasa bu ihlas bu yerde bunun da şu yaman işten yüzünü toşudun bir ihlasın bağlığı. Allah'tan bir korkusunun bağlığı. Allah rızasının bağlığını göreleyimiz. Eğer o kanundan korkup şu anda bir tok uçup ketken ya ki hiç kim bir
kameralı kömeydiğen bu da halat kelip kalgan vaqtida yoki hech kim kömegen vaqtida o'g'irlash ne munda qilib o'g'irlab qoladigan ish bo'lgan bo'lsa, o vaqtida bu nima desa, bu yerda ixlosning yo'qligi. Chunki bu Allohdan emas, qonunni qo'rqib yoki soqchilarning tutib olishidan yoki oshkor bo'lib qolishini qo'rqib buni qilmadi. İkkilisini yana o'xshash. Bir odam chunki yaxshi ishni qilsa mukofot bo'lganiga o'xshash, bir yomon ishdan yansa mukofot beradi Alloh subhanahu va taolo. Yomon ishdan yenishga bir ixlos bo'lish kerak. Men bu ishni qilmasligim nima uchun qilmayman? Allah rızası için qilmayman. Chunki Allah buni qilmaslikni buyurdi. Men bu amaliyatim orqali buni ko'rsatishim kerak deydi anga. Shunga bu yerda ba'zi amallar bor, bu odamlar o'zining qilgan ishi orqali uningki ixlosning boyliqligini ko'rsatib bo'lgan. Amaliy ishlarda masalan o'zi bilalaydigan. Ba'zi ishlar bor, uni tashqi ko'rinishdan bilgili olmaydigan. Faqat qalb bilan buni bekitadi. Masalan bir odamning bir yomon nomahramga qaramaslik masalasi deyli. Bir haromga qarab qolmasligi. Yoki ro'zada xolis ro'zani tutib, ro'zani sundirib etmasligi, buzib etmasligi. Bu nimani belgilaydi? İxlosning, şu odamning ixlosning boyliqligini belgilaydi. Mesela ro'za tutayotgan odam qattiq ustab ketgan bo'lsa-mu, uyda ichimlik bor, hech kim yo'q. Shu yerimiz xolis ishsa, uning chiroyiga bu ro'zani tutmagan odamlik nimasi qiyofat chiqib qolmaydi. Ammo shundaqdan bu shuni ishmaydi. Nima uchun? Chunki bu yerda Alloh uchun bo'lgan bir ixlosi bor. Allah rızası bor. Bu yerda buni qilmasam, bu ishni to'g'ri qilmasam, Alloh meni ko'rib turadi, buning jazosini Alloh menga beradi degan ma qo'rqish bilan. Bundan bu xatoni xatolik qilmaydi, ro'zasini davom qildirdi. To'g'ri. Bu yerdagi bu ko'rinish, shunga bir odamningki maxfiy qilgan amali bilan oshkor qilgan amali. Boshqalar boyada qilgan amali bilan yo'qyada qilgan amalininki nimasiga qarab turib, biroz o'xshash bo'lsa darajasi ikkilisininki, demak bu odam ixlos bilan qildi. Ammo farqli qilib qolgan vaqtida oshkor qilganda boshqacha, maxfiy qilganda boshqacha bo'lib qolsa, bu yerda buningda o'ziga buningda bir ixlosning kamayib ketganligini yoki yo'qolib ketganligini buni his qilish kerak. Demak, buningda inson o'zini tuzlash uchun, ruslash uchun harakat qilish kerak. Endi buni ruslash qanday deyilsa, amalni yaxshilash kerak, o'xshash qilishga tirishish kerak. Va Alloh subhanahu va taoladan ixlos so'rash kerak. Chunki bir odamning ixlosining taraqqiy qilishi u faqat uningki qilgan ishi bilan emas, Alloh subhanahu va taolaning uning qalbiga silishi bilan, qalbini sog'lom qilish bilan bo'ladi. Shunga qalblarni kontrol qilib turuvchi, o'rib-cho'rib turuvchi Robbimiz Alloh subhanahu va taolo doim shu tilimizni doim qilishimiz kerak. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Yani qalbimni sening dining ustida qilgan. Demak, qilgan amallarining hammasi seninki ko'rsatmanga uyg'un va sening rizoliging uchun bo'lsin. Shu. Degan duolar, masalan, biz ko'plarimiz bu duolarni o'qiymiz, ammo bu bak muhim. Rahmat. Hakikaten bu sözleri bir makal okuyandım, şu Müslümanlarınki ahlakı, şu muamelesi, devamlılık bütün işlerininki şu Müslümanların murakabetullah, devamlılık kılgan amellerde Allah'ını gözetkenlikinden, Allah'ın onu közüp durduğallık, tuygusu boğallıkıdan Müslümanların yaxşı iş kıldığallıkıdan. En kembeğel, en nacar halat öpkesin bir insan, mesela xalqning haqqini yavamaslik meselesi de tilg'ilib, mesela bir gün nurg'un Müslümanlar mesela özününki devletlerinin aqidi qolganligi, o bu başqalarınki, hatta ijtimoiy munosabatdagi masalalarni mesela g'arbga hayronlik bilan qarash, g'arbning masalan kishilarning bak axloqli, hech kimninki narsasini avamaydigan o bu shaklda ekanligini hayron qoldi. Amaliyotda ish undaq emas deb sizlarga men misolda shuni eslab qoldim, bir maqola o'qigandim. Bir Amerikada qaysi shahar ekanligi hozir esim kelmadi. Kechida bir 4-5 soat tok ketibdi ekan. Yani normalde onda bir ish yuz bermaydigan o'g'irlik voqeasi. Shu tok kap bo'g'ichi bo'lgan araliqda 200 ming o'g'irlik voqeasi yuz berganligini shu yer tilg'abdi ekan hamdi. Mana bu sen hayron qolayotgan g'arbning nimasi. Chunki butun har yerda o qonun tutib turyapti ularni aslida. Degan shaklda bilas bitgan shu oqshom musulmonninki har zaman yuqoridagi Robbini ko'z tutib turadiganligi masalasi isim keldim. Oxirida ikkinchi nima kelsak ikkinchi bayon savolning davomi qilib qoldi deyman. Chunki bir odam qilgan ishiga maqtanish, boshqalar uni maqtasa qanday bo'ladi? Zodi u aslida boshlaganda sog'lom boshlagan, ixlos bilan boshlagan, Alloh rizosi uchun boshlagan. İşini qilib bo'lgandan keyin haqlar uning qilgan ishini ko'rib, "Maşallah, ajab go'zal ish qildingiz. Alloh rozi bo'lsin" deb ba'zida chiroyli gaplarni qiladi, maqtaydi. Uni ba'zilab sovg'atlar bilan uning bir sovg'at nimalarni qilishi mumkin. Bunda qilish bilan bu odamning ixlosi yo'qolib ketadi. Qanday bo'ladi? degan bir savollar bo'ladi. İnsan ba'zi bu o'ziga bir qoldiruvchi qanday bo'lib qoldi buning ishimda. Yani buningda bir odamningki bir yaxshi qilgan amaliga maqtash, boshqalarni maqtashi tabiiy narsa. Chunki la yashkurulloh man la yashkurun nas. Bir odamning qilgan yaxshi amaliga bir rahmat aytmasa, u Allohga bu shukr to'g'ri qilinmaydi. Bu insonlar o'rtasidagi Allohning talab qilgan narsa. Bir-birini qilgan yaxshi amalini qo'llash va uni alqishlash va unga rahmat aytish tabiiy narsa. Ammo shu maqtangan odam shuningdan keyin qanday qiladi desa, haqiqiy ixlos bilan qilgan bo'lsa, taxmi uning iymoni taraqqiy qiladi. Alhamdulillah deydi. Taxmi ko'p qilishga tirishadi.
Texmi köp qiladi. Ammo iymoni ojiz bo'lgani uchun men qildim sizlar qilolmaysizlar deb munda deb qoladi, bir chataq chiqadi. Başlagan vaqtda to'g'ri qilgan, lekin maqtash bilan bu o'zini men sizlarning ustinkanman deb deganday gap qolsa, ustunlik talab qilib qolsa, o'ziga tamanno qo'yib qolsa, yine buzib etdi ishni. Gerçi başında iş to'g'ri bo'lsa, oxirida buzib qo'ydi. Ammo nimasi uningga texmi alhamdulillah Alloh menga shunchalik bir fursatni beribdi, meni qila olibdimi? Demak boshqalar buni olqishlagan ekan, albatta buni texmi ko'p qilishim kerak ekan. Degap texmi buni davom qilsa yaxshi ishda, buni ixlosiga hech qanday ta'sir yetmaydi. Xo'sh. Bu Payg'ambar alayhisalom davrida masalan Allah yo'lida sadaqa qilishni Qur'oni Karimda ixlosningki yo'qolib ketmasligi uchun, riyogarlik olishib qolmasligi uchun islom dinimizda sadaqani maxfiy qiling deydi masalan. Ammo uchiq oshkora qilishga tashviq qildigan, tashabbus qilgan taraf in tubudus sadaqati fa ni'mahi. Oshkora bo'lsa taxmin yaxshi, chunki bu orqali sizlar boshqalarni shu to'g'ri yo'lga chaqiriq qilasizlar. Sadaqa qilayli deb boshqalar o'g'itish uchun, boshqalar o'lgur bo'lish uchun qilsa, albatta go'zal narsa. Peygamber Aleyhisselam shunday chaqiriqni qilgan. Masalan, Tabuk urushining tayyorlik qismida Peygamber Aleyhisselam sahobalarni sadaqa qiling deb chaqirgan. Hattoki o'zi kim jannat sotgan Peygamber Aleyhisselam. Jannatni kim ochtirgan desak bo'ladi. Kim ot 100 tuguni tayyorlasa, onunga men Allah subhanahu wa taala jannatni so'rab berma. Jannatga onunga Allah jannat beradi. Deganda kim qilgan? Osmon roziyallohu tug'an. 1, 2, 3, hatto bir vaqt 7 qatim tug'an. Demek her bir qatim tug'anda boshqa tabila albatta maşallah deydi. Peygamber Aleyhisselam onun suyungan, rahmet aytgan. Uning oxirida Peygamber Aleyhisselam Osman bugundan keyin sen nima qilsang Allah kechirib bo'ldi seni degan. Bu amdalaqi Osman roziyallohu'nunki ixlosiga bir shak qilamdiq, shak qilmaymiz albatta. Allah subhanahu va taolo shunday uningga iymon bergan, shu sog'lom tushuncha bergan va Peygamber Aleyhisselamning tarbiyasini shunday sog'lom o'sgan bir sahoba albatta ishlar hammasi ixlos bor. Bu yerda birinchilik qilib bo'lgandan keyin yana jannat desa yana bergan, yana desa yana bergan. Demak, aliq ixlos bo'lganligi uchun to'xtab qolmagan. Davom qilgan. Demak, yaxshi ish davom qilsa u odamning hayotida bo'ladi. Ammo ba'zi odamlar bor, yaxshi ishni bir mazgil qiladi. Maşallah deb xaqlamoqda, kimki qarasa o'stasida yo'qib ketadigan. U go'zal ishdan to'xtab qoladigan. Bu masalaning chatag'i bu yerda. Balki bu insonning o'zining ojizligi bo'lishi mumkin. Agar Alloh oldida bir to'g'ri o'zrisi bo'lgan bo'lsa, Alloh kechirsin. Bo'lmasa, buni bu to'g'ri qilayotgan ishni bekor-bekor tutib qo'yish bu yaxshi ish emas. İmkoniyati bor turib. Xo'sh, to'g'ri. Haqiqatan bu maqtash masalasi payg'ambarimizning shu Sayfullohil Maslul, Allohning qilichi deb sifatlangan Xolid ibn Valid qarab baxsaqmi, buningdan ortiq sharaf bo'lmas kerak, buningdan ortiq maqtash bo'lmas kerak. Ammo hayotning oxirigacha bu Rasulullohning maqtashi, sahobalarning maqtashi uning go'zal amallaridan hech qachon to'sib qo'yolmadani Tixinbek ixlos bilan qilishga tirishdi. Hamda oxirida mishada yuqordim tilg'alib o'tlanma shu da'vatchi olimlarning masalasi masalan qiyomat eng boshda so'rildiganlar agar olim deyilish uchun qilib qolgan bo'lsa, ixlos bo'lmagan bo'lsa uning oqibatini. Bu da'vatdagi, ya'ni ixlosning da'vatdagi o'rni va ta'siri qanchalik degan savollar tugatgan bo'lsak. İxlasning da'vatdagi o'rni intayin muhim. Yani bunun o'rniga kelsak, qimmatiga kelsak, bu payg'ambarlarga inom qilingan alohida imtiyoz. Da'vat payg'ambarlarning qildigan ishi. Şu yolda mangalgan adam payg'ambarlarning mirosxo'rlari. Buni olimlar shunday qila oladi. Bunun uchun chunki bir mezgil uygunidi, o'qiydi, vaqtini berdi, ijtihod qiladi, tirishidi, qurban berdi. Natijada Alloh unga ilm berdi. Ondan keyin o ilmdan Alloh subhanahu va taolo so'raydi. Demak, shu ilmninki hududdan chiqish, uni boshqalarga o'rgatish, ta'lim berish, da'vat qilish. Demak, buningdimi Alloh rizosi uchun. Chunki Allohning payg'ambarlari o'zining da'vatida hech qachon bir odamdan bir pul yoki bir ish haqi so'rab boqmagan. Ya qavmi la as'alukum alayhi ajra. Ey qavmim, men sizlardan hech qanday mol talab qilmayman. Pul talab qilmayman. Mening boshqa bir sizlardan hech qanday talabim yo'q. Faqat men sizlarga Allohning nimasini yetkazishga ma'mur qilinglar deydi. Nima? Shunga o'xshash ulamolarmi, da'vatchilarmi shu narsa o'xshash bir sifat bo'lsa, albatta bu go'zal narsa. Ammo bir odam o'zining da'vatini dunyoda o'zining nom obro'y qozonish uchun, faqat uni o'ziningki yashashi uchun, faqat rizqi uchun yoki pul mol dunyo to'plash uchun ishlatadigan maqsadda vaqtida qilsichi vaqtida uningki balki shunga loyiq uning nimasiga erishidi, moddiy narsaga, lekin uningda ixlos bo'lmagan bo'ladi, uningda ziyondan cho'g'ini tortadi. Xuddi biz yuqorida misol qilib aytgandek, Alloh rizosi bo'lmagan nimada, da'vatda, ilmda uningda ziyon borki, foyda yo'q. Demak, bu yerda ikki xil buni hatto Qur'oni Karimda mesela Allohning oyatlarini oz pulga sotib etmanglar degan oyatlar bor. Bu shunda nima desa, shu olimlarningki dinni suiiste'mol qilib berish eng xatarlik yeri. Demak, bu ixlos emas, balki ixlosga yo'qolib ketgan, hatto uni dushmanning manfaati uchun Allohningki ko'rsatgan yo'lni bilan emas,
Buni o'zining moddiy ma'nosiga, manfaatiga erishish uchun o'zgartib o'tadigan. Hukmlarni o'zgartib berish yoki hukmlar, masalan, fatvolarni qalaymagan berishga o'xshash ishlarni bunday qilish vaqtida u insonning vayron qiladi. Uni chunki ixlos bo'lmagan, hattoki ammo u to'g'ri narsani xatoga o'zi xato niyati bilan ixlosni yo'qligi bilan buni buzib o'tgan. Undaq adam qanday bo'ladi desa, asta-asta balkim beshida o'zining ma'lum natijaga erishishi mumkin. Lekin bu tadrijiy holda insonlarningki ko'zidan tushib ketadi. Hattoki Allohning nimasini nazaridan tushib ketadi. İnsanların nazaridan tushadi va Allohning nazaridan tushib ketadi. Chunki bunda ixlos bo'lmagan. Hamda haqiqiy ixlosman da'vatchiga kelsak, u birinchi olaydigan nima desa, bu Allohdan boshqa hech kimni qo'rqib qolmaydi. Haqni har vaqt, har joyda so'zlayveradi, da'vat. Bu birinchisi, uning ixlosini boy yo'qmagan. İkincisi, u qilgan to'g'ri da'vatidan to'xtab qolmaydi. Jon halqumiga kelgan qadar u o'zining qilgan ishini, u so'z orqali qilgan bo'lsin, yozish orqali qilgan bo'lsin va boshqa harakatlari bilan bo'lgan bo'lsin, u da'vatidan to'xtab qolmaydi, davom qiladi. Uchinchisi, bu shu qilgan amali orqali uningga Alloh subhanahu va taolo qalbiga bir xil xotirjamlik nasib qiladi. U odam o'zini shunday bir baxtli his qiladi. Moddiy narsa hech narsa bo'lmasligi mumkin. Uy bisatimi yaxshi bo'lmasligi mumkin, lekin qalbida bir xil xotirjamlik bo'ladi. Sakina deymiz buni, xotirjamlik. Bu shu odamningki amalining, shu da'vatning qilayotgan kishiningki haqiqiy amalningki ixlos bilan bo'lganligining bir ifodasi. Bunu Allah subhanahu wa ta'ala şu müminin kalbine salıyordu. Onun ki onun başka taraflarında Allah subhanahu wa ta'ala onun kişilerin nazarında onunla bir xil muhabbetini peyda kıldı. Kişiler tabii onu yaxşı kurduğun bu kalıdı. Hoş. Bu şu adamınki ihlasına kalır. Eğer ihlasız kan bozuşu bir mezgil arkadaşlar oy maşallah deyişi mümkün. Lakin kim karısa onunki kalaymakan başka maksat tıkavatkalığı aşkarlanıp kalıdı. Bilinip kalıdı. Hareketinin sözüden ya ki bazı nimelerin davetlerindeki usulüden elbette o kişiler onun için depla onu gözünü taşını mı koyuyordu, sakıt koyuyordu. O keyin o aslidagi nimasini topolmaydi. O'rnini topolmaydi. Yuz abri yo'qib qo'ygan bo'ladi. Demak, bu o'zining shu ixlossizlik bilan qilgan ishining dunyodalar o'ziniki nimasini o'rnini yo'qotib, ketadi. Oxiratda Allohning oldida bo'lgandiki, boradigan nimasi, oladigan nimasi jazosiniki qandaligini biz yuqorida so'zimizda deb o'tdik. Shunga biz Alloh subhanahu va taolo albatta muxlis bandalarni yaxshi ko'radiganligi haqida Qur'on karim oyatlar bor. Bu intayin muhim. Bu nokta bayan beşir degandek bu yeni mazmun emas, yeni bir narsa emas, lekin bu daim birbirimizni eslatib turadigan, muhim nokta. Şuna bir Müslümandan bir narsani biz sezgan bo'lsa, uningga ayrim ekilib qarindishim ma narsa bunda. Masalan, mushu bir davat qilayotgan odamniki bir olimningki, masalan, xatoligini yana bir misleyle, masalan, bunun ko'rinishlari. U bir xato qilgan bo'lsa, uningga bir skilib mana bundaroqmiki yo xatomiki, men to'g'ri ko'rmadim buni deb qolsa, uni sen qanchalik bilading? Ben mesela okugan mu? Degandek deb qoldi, demak bu yerda bu odamda ixlosning yo'qligi chiqadi. Uningga tuzish bersa, o tuzishni qabul qila olsa, hech qanday ikkilanmasdan rahmat aytib uni qabul qila olsa, bu odamniki ixlosning borligini. Shunga Umar roziyallohu anhu eng olim sahobalarning ichida. Shunga hattoki ba'zida o'zi xato bir hukmni chiqarib qo'yib, bunga bir ayol kelib, "Ma hukmingizga biz to'g'ri, Alloh bunday qilgan turishni bunday qilamsiz." Masalan, mehrni, ayollarning to'y haqqini bekitganda Umar bunday kishilar to'y qilolmaydigan yoki qolibdi kishilar buni ko'p nima yuqoriltib o'tib bordi. Buni men cheklama qo'yma. Bundan keyin to'y mahri, haqqi mahri ma'lumni eshib ketmasin deb bir xutba so'zlagan vaqtida shu vaqtda bir ayol turiblar, "Ey xalifa, ey amirul mu'minin, mu'minlarning amiri, siz Alloh cheklama qo'ymagan narsaga siz cheklama qo'yamsiz?" deganda Umar darhalla Umar xatolashdi, "Men ayol to'g'ri" degan. "Sen kimding? Men degan amir tursam, men xalifa tursam, men olim tursam" demagan, deb qolmagan. Demek bu bir alimninki, bir davetçininki ixlosinin boy yo'qligini bekitilgan eng nozik paytmiş. Bu şunun da dikkat qilishimiz kerak. Chunki ashunda kichik yerda teyinib ketadi. Alloh saqlasin. Teyinish doim bo'lmaydi. Xatolish doim bo'lmaydi. Xatolish turdikin haqqa eng nozik yakka vaqtida haqdan teyinib ketish bu insonning hatto butun amalininki bekabul ketishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo hammamizda bundaq natijalarni kelib qilishini Alloh saqlasin. Şuna emellerimizin ixlos bo'lishini, niyatlerimizin sağlam bo'lishini va shundaqla buni o'zaro bir-birimizga eskartib, texmo sağlam bir nimada xizmatni, qaysi sohada bo'lishini qilamiz. O siyosiy sohada xizmat qilayotganlar bo'lsin, ilmiy sohada xizmat qilayotganlar bo'lsin, da'vat qismida bo'lganlar bo'lsin, tijorat qilayotganlar bo'lsin, hammadan o'rtaq talab qilingan narsa nima desa, hammamiz o'rtaq Allohdan shu narsani so'rashimiz kerakki, ey Alloh bizga ixlos nasib qilgin. Qilgan amallarimizni ixlosini qilgan va bizning amallarimizni sen qabul qilgan degan bu duoda har vaqt buni qilishni Allohdan so'rashimiz kerak. Amin. Haqiqatan to'g'ri deydi. Alloh razı bo'lsin.
Köptün köp rahmet. Nahayeti güzel. Her bir yoçuklargacha. Bak yaxşı içip böyle. Allah razı olsun. Köptün köp rahmet. Programımızı bir şeyde ahırlaştırsak. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Qadirli görürmenler, şuna qılıp bugünkü temamizni müşahede ahırlaştıraydı. Hakikaten hiçbir zaman qoluqimizning tüyüdün ketməsligi kerak bo'lgan her bir əməlimizning beshida, qalbimizning eng chunqur qatlamlarida bu ixlos masalasini pichirlashimiz kerak bo'lgan bir masala. Allah bizni haqiqiy ixlosmand bandalarning qatoridan qilsin deb tilaymiz. Allah ömür bersa, atiki programımızı görüşkice aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء